Radio boshlovchi Bekzod G'ofurov. Xonanda Shohrux Mirzo G'aniyev. Tor doirada, tor va doira. Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar, qadrdonlar. Barchangizga yaxshi kayfiyat yor bo'lsin, oqshom xayrli bo'lsin deymiz. Bir necha kunlar mobaynida mana chiroyli anonslar orqali bugungi mehmonimiz haqida ma'lumot bergan edik. Nima kulyapsizlar? Anons dedim, shekilli anons dedim. Grigoriy Lepes degan. Boshlaringizda mana ko'rib turibsizlar, radio tinglovchilar, teletomoshabinlar bizni ko'rayotganlar, xudo xolasa eshitib turibsizlar. Bo'pti, Shohrux Mirzo G'aniyev. Avvalgi Bekzod G'ofurov va Elmurod Haqnazarov. Yo'q, o'zi-da, yo'q to'xtanglar, o'zi bir chiroyli qilib maqtab, navbat bermoqchi edim-da, sizlar chalg'itdilaring. Anons bo'ldi, nima? Anons bo'ldi. Siz boshladingiz efirga chiqishdan oldin, o'zingiz qanaqadir bir chiroyli gaplar bilan boshladingiz, bizga ham keldi. Nima deysiz? Elmurod xush kelibsiz. Rahmat. Ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Assalomu alaykum, bizni radio orqali radiochilardagi assalomu alaykum, radio orqali bizni tinglab turgan aziz hamshaharlar, yurtdoshlar, barchangizga yaxshi kayfiyat tilagan holda birinchi savol, nimaga doim mana hayotda unaqa gapirmaysiz? Lekin radioga o'tirsalaring, assalomu alaykum, mana bu yazani noscha qo'ygandaqa qilib ana nima masala? Nimaga bu qoida shunaqami? Bu kulish uchun aytmayapman. Yo'q, tushundim. Masala men hayotda qanaqa bo'lsam, hozir ham shunday gapiryapman. Assalomu alaykum aziz televizor demayapman-ku. Yo'q, radio deyapmiz. Birinchi siz gapirdingiz shu gapni, birinchi. Assalomu alaykum deysiz, lekin hayotda Elmurod. Deysiz. To'g'rimi, Jo'ra aka? Endi bilmadim. Men hech o'zimga sezilmas ekan bunaqa holat. Demoqchi bo'lgani, bu qanaqadir qoida shunaqami? Mana radio. Endi masalan kuchanib gapirsa, misol ovoz chiroyliroq chiqadi deydi. O'zi bizniki shundoq ham chiroyli, shuning uchun tushunasiz. Kuchanib eshitganman, kuchanib gapirishni endi eshitishim. Yo'q, bor shunaqa kuchanib gapiradiganlar bor. Ko'rganim uchun gapiryapti. Toshkentda ko'p yuradi. Biz ham eshitganmiz, biz ham Ali Elmurod aytmoqchi, biz ham ko'p guvohi bo'lganmiz. Hayotda boshqacha ovoz. Efirda boshqacha ovoz. Lekin menga shuncha inson bilan gaplashgan bo'lsa, bo'yi uzunga o'xshaydi, hayotda bo'yi past bo'ladi. Menga to'g'ri. Dilshodbek Kattabekni ko'rganimda shunaqa bo'ldim men. Efirda kattaga o'xshardi. Ko'pchilik shuna deydi-da, ko'rib qolsa siz hayot ekranda juda xunuk ko'rinasiz, lekin hayotda chiroyli ekan. Yo'q, sen chin nimagaligini aytaymi? Yo'q, chunki men umuman grim olmayman. Biz ham grim aytdim. Grim qilsa ba'zi chiroyli ko'rinadi, yuzni tindiq qilma. Grimsiz chiqaman chunki allergiya bor, basharaga narsa toshib ketadi. O'shaning uchun iloji boricha ekranda oddiyroq, hayotda anaqa kiyinib, hayotda chiroyli ekansiz, qoril deydi-da. Efirimiz hech qachon bunaqa zo'r kayfiyatda boshlanmagan edi, birinchi marta bo'ldi. Qachonki kelgan mehmonimizni keyin chiqardi o'sha cho'qqiga, hozir o'sha cho'qqidan hozir yana ham tepaga qarab ketilyapti. Qale ijodlar, xonadonlar, o'zingiz sog'liqlaringiz. Qale poytaxt Elmurodjon, qiynalmasdan yetib keldingizmi? Yo'q, perival dahshat, yo'l zo'r. Qor yo'q. Qor bo'lsa ham maza qilib keldi. Ro'za vahima qilishdan telegramlarda tarqadi. Keladi-yu, ana yo'lga chiqayotganda ehtiyot bo'ling, unaqa ishonasiz, uydalar bilan edi. Vahima bosdi-da endi. O'zim uyda dadam o'zim ketamiz deb qoldi-da, o'zlarini ketkizishim kerak. Yo'q. Yo'q, qor yog'yapti beryapti. Yo'l zo'r. Yuradigan mashina, hozirgi mashinalar albatta qiynaladi. Yo'q, noqulaylar bo'lmasin. Xo'p, endi bir savol qiynaydi doim meni. Shu Vail yozib bor. Qiynayotgan savolingizda yozib bor. Yo'q, men ham shunaqa beringda, meni yillar mobaynida ayolsiz qiynab kelganim uchun mana shu savolga ma'muriy javob savolni eshitding oldin. Savolni eshitding oldin. Menga yo'q, qiynagan sababi, qiziqligini sababi Erik Haydar qimmatmi yoki Elmurod Haqnazarov qimmatmi? Qimmatroq, reklamalarda. Reklama qilamiz internetda, televideniya, umuman qaysi reklama bo'lsa, boshlovchilikka ham bir marta chaqirishgan, bittasini o'sha kuchi yetgan, mendan 2 barobar qimmatroq. Reklamalarda $700 qimmat. Men o'zimning narximdan 700 qo'shib bersa, u bilan qilamiz.
admin o'zingsiz baribir sizga chiqadi, iloji yo'q. Ha. Uni olib kelish oson emas Maniki deb Bahodir. eshitganmiz. Siz o'zingiz gaplashib berasiz. Maniki Bahodir, Erikniki Biladi, Elmurod aka ishsiz o'zin. Men hozir yana bir savol bermoqchiman. Mana Ruxsorga tashrif buyurdingiz, Ha. misol. Oldin o'zi ishlagan joy, Ha. birga hamkasb bo'lganmiz deyarli qaysidir muddat. Qanaqa hissiyot kechdi? Birinchi savolim shu edi o'zi. Eshikda kirib kelganingizda o'sha oldingi holat bilan mana hozirgi holat qanday bir 100% bo'lmasa ham, masalan 360 gradusga o'zgargan. Birinchidan Ruxsorda ichidagi ko'rinish, hovlidagi umuman ko'rinish. Lekin baribir boshqacha bo'ldi. Ana yonimda mijoz bilan kirib keldik. shu qiziqda bizga baribir. Ichingizdan anaqa o'tadi. Baribir eng zo'r xotiralar o'tgan. Bizni anaga nima deydi? Endi hozir balki taniqliman deyish mumkin bo'lsa, o'sha tanilishimizdagi birinchi joy mana shu Ruxsorda bizga. Qadamlar shu yerdan boshlangan edi. Mana o'zi asli QVZda boshlangan. Lekin QVZ u payt televideniyada ketmasdi. Lekin televizorga odamlar ko'chada ko'rib, siz Ruxsorda chiqasiz aka-ukalar degandagi birinchi joyimizda endi bitta. Ijodiy. Hech qanaqa pul anaqa qilmasdan, umid qilmasdan, hech qanaqa yordam Olmasdan. Ha. Bizni xayolimiz ko'chasiga ham kelmagan. Shu bizga sharoit qilib bersa bo'ldi. Deb 3 yil, 4 yil to'xtamay ijod qilinganda har shanba yakshanba efirga ketardi. Yo aka-ukalar yo qaysidir ko'rsatuv mana shunaqa narsa. G'alati bo'lib ketadi ekan qo'lida ham. Hozir yana bir ovozli xabar yetib kelgan bizga. Menimcha Assalomu alaykum. Imronjon akamga savol bor edi. Erik Haydar bilan aka-ukamisizlar yo просто familiyadoshmisizlar xolos? Erik Haydar mendan yoshi katta. ha, yosh ko'rinish katta lekin. Juda yoshi katta. U endi Gapidan ham ma'lum u. akam tengi odamda. 80-yil u. Aytganini Hech qilasiz. qayerda aytmaganman yilini. Ko'ryapsizlarmi? Bizni Ruxsor radiosida birinchi Dialoq betingizdan anjmanlar boradi. voy. Bunday qo'lini tutib uzun ilib qilardi og'illarga. To'g'ri. Shuning uchun ham yana bir savol, o'zi qayerda tanishgansizlar? Erik Haydar bilan chet elda Kelishi yo'q? hech katta aytmagan gapim aytaman sizga. Ha. Chunki hech kim buni bu savolni bermagan. O'sani haqiqiy bir o'g'il bolacha xarakterdagi obrazlar. Mana amakimdan tog'amdan olingan bu obraz. Ha. Chimyonda tog'am bor. Shu tog'am obrazidan olingan. Men 18 ta erkak ichida katta bo'lganman. Buni konsertimda ham aytaman. Premyera, keyingi yil konsert ssenariysi. Ana. Ha. Mana bunaqa narsa bor-ku. Dadam ishga ketadi, Rossiyada ishlardi. Onam maktabda ishlardi, bog'chada ishlardi. Meni kimgadir tashlab ketish kerak edi. Achamikiga tashlab ketadi. Acham bor. Havacham, har konsertlarimda ham chiqqan. Men Instagramingizni ham ko'p kuzataman, kelib xabar olib ketasiz, yaqinda ham xabar olib U ketasiz. hovli tog'am, amakim, xola, hamma qarindoshlar uyga juda yaqindi. Ha. 4 ta amaki, 4 ta tog'a, qarindosh akalar, akam, pochchalar, shunaqa bo'lib 18 ta uyga kirsangiz mishok ilingan, hovlining ichida mishok, turni, brus, mana shunaqani ichida katta bo'lganmiz. Sal sochingizni tarasangiz, kaltangiz. Yoshligim shunaqa o'tdi. Qo'lingizga taraq olsangiz, sochingiz sal yonga taralsa, dirdida, tog'alam shunaqada. Amakilarim ham shunaqa. Sal o'ziga qarash degandan ana qo'ltiq terlab, oyoq unaqa emas. Ana sal yuzingizga nimadir oro bersangiz, o'zi sal kiyimingiz tor bo'lib qolsa, mana hozir ham keng kiyimlar kiyib yuraman. Oldindan shunaqa menda. Keng kiyimlar kiyib yuraman. Shunaqa so'kishishlardi. Juda og'ir ishlarni qilib katta bo'lganmizda. Keyin ko'chadan kalta yeb kelsangiz, kalta yeganingiz uchun kaltangiz. Tushunyapsiz? Sen demak kuching yetmagan. Akam birinchi urardi, keyin dadam urardi. Amakilarim urardi. Boks, o'zimdan katta bolalar bilan boks qildirishardi. Uni oriyat kuchi urishlar. Ikki ham unaqa urishtirmaydi, to'g'rimi? Men Xudoga shukr, o'sha 2000-yilgacha shunaqa sharoitda katta bo'ldi. Ertalab 5:30 da turib, 4 ta novoz, 20 ta qo'y, 2 ta o'rdak, g'ozni olib yetalab dalaga ketaman. 7:30 da kelib, yunib choyni ichib maktabga ketasiz.
Tushunasizmi? Hayot shunaqa. Hojatxonaga o'ylaymiz, paxsa uramiz, g'isht quyamiz, bachka uramiz. Uy solganmiz bir 10 yil. Hovli. Hozir biz kulyapmiz-ku. Qiziqarli bo'ladi, lekin 2000-yilgacha nechinga kirgan bo'laman 86 bo'lsam. 2000-yilmi? Ha. Bu yoqdan 4, bu yoqdan 10 ta 2000 bo'ladi. To'g'ri, 14 yoshimgacha mana shunaqa bo'lgan. Nervni, mana basharada shramlar ham pul o'shandan qolib ketganda. Farg'onaga ko'chib keldik, Donga. Ha. Batta eng og'ir ish musor to'kib kelish. Nonga chiqib kelish. Tushunasizmi? Hayron qolganman-da. Daraxt xohlaysiz mahallaga chiqib olib. Keyin o'ylab qolganman-da, 2000dan bag'ida Elmurod Haqnazarov tarbiyalangan. 2000dan yag'i 86-yildan 2000-yilgacha Erk Haydarni tarbiyalab qo'yishgan uydagilar demoqchi bo'lyapti. O'g'il bo'lsa qo'polroq bo'lish kerak. Tushunasizmi? Mana shunaqa qilib katta qilib qo'yishganda. Uni endi Erk Haydar o'sha 2000-yilgacha bo'lgan holatlar pul Erk Haydarga tiqilganda. Haqiqatda asabiy bo'lib katta bo'lganman-da 2000-yilgacha. Chunki futbol o'ynagim kelardi. Sinfdoshlarim futbol o'ynab o'tiradi. Men yo'lda maktabim yonimizda edi-da. Hali chutki intervyu TVga qilganimizdan ko'rsatganman bir qadar. Sinfdoshlarim futbol o'ynaydi, endi men ham o'ynar edim. Men bu tomonda g'isht quyib turardim. Tushunasizmi? Alam qilib yurgundek bo'lganman-da. Xuddi o'sha obraz Erk Haydarga shuni yopishtirib qo'yilgan. O'shancha tabiiy. O'zi hayotda ham o'zi shunaqa sal qo'polroq, sal bunaqaroqman-da o'zim. Keyin bitta intervyungizda agarda onam hozir ham aytaman, yig'ishtirsa endi dadam ham yig'ishtirsa. Hozir telefon qilib bo'ldi, dizaynni ham to'xtat, o'zing ham yig'ishtir. Boshqa ish qilib yoki nimadir qilsa, hozir ham yig'ishtirib tashlang. Shuncha karyera, shuncha muxlis. Dadam kasal payti telefon qildi opam. Dadam mazasi yo'q. Anchadan beri og'ir kasalda endi. Shifo bersin. Yo, yuradi hozir yaxshi. Dorisini ichib tursa bo'ldi. Hozir shu darajaga olib kelganmiz. Xullas dadam og'ir dedi. Keyin sразу o'sha payt bo'ldi. Men dadam bilan buvam oldi turishim kerak degan. Dizaynga sразу telefon qildi. Aka bo'ldi, men konsertga chiqmayman. Men to'xtatdim deb shunday qaytib kelganman. Ana konsertimiz e'loni ketyapti. O'sha yaqinda berdim Farg'ona. Shuni o'tkazaman bo'ldi, yig'ishtiraman. Dadam bilan buvam oldi, yashayman, maza qilib. Sababi keyin bolalar kelishdi o'zlari. Kelib ana tushuntirib, keyin dadam aytdi, "Yo'q, men chiqib ketganim yo'q." Ana qildi deb yana ruxsat olib ana qildim. Любой payt chiqib ketaveraman. Buni juda anaqa qiladi. Shunga men irodangizga qoyil qoluvdimki, haqiqatda mana shuncha mashaqqat bilan erishilgan buni o'zingiz bilasizda, boshingizdan qanaqa kunlar o'tganini u sizdan ko'ra hech kim bilmaydi. Shuncha mashaqqatdan o'tib turib, masalan, bir og'iz o'sha onasining gapiga hamma narsani yig'ishtirib yuboradigan bo'lsa, demak, irodasi haqiqatda temirdan ekan degan edimda. Instagramingni mana marta ham odamlar o'tirib hozir telefon qilib Instagramingni yo'qot, YouTube'ingni yo'qot, bo'ldi, yig'ishtir, birta ishga kir, o'zing ana diploming bo'yicha ishlatsa, hozir udalik qilib tashlaydi. Любой narsa. Qo'yar. Shu chiqib ketaman. Nomardlarga shu ish qilmasdan. Endi har kimda ham bo'lishi mumkin. Har qiz bolada ham, o'g'il bolada ham bo'lishi mumkin-da. So'raganingizda yoki borib turib o'sha onasiga yoki otasiga balki siz yaxshi ko'raman, ona deya olmasligi mumkin. Yuzidan yuziga yoki otasiga. Siz eng ayta olmagan gaplaringiz. Nimani aytishni xohlaysiz, lekin aytishga iymanasiz, xijolat bo'lasiz yoki nima deb o'ylasharkin yoki nima deb tushunisharkin, qanaqa ayta olarkinman shuni? Yo, menda unaqa narsa yo'q. Akam, opam, ukamda bo'lishi mumkin-ku. Bal bilmayman, lekin menda unaqa narsa, menda nima qilgim kelsa, nima degim kelsa, sразу borib aytaman. Hozir nima deya olasiz? Sразу borib aytaman. Bitta narsani aytaman. Hozir agar kim ota-onasi o'tib ketganlarda joyi jannatda bo'lsa, ota-onasi, kim ota-onasi tirik bo'lsa, bitta qoida, bitta haqiqat bor. Ota-ona uchun sizning mashinangiz, pulingiz to'g'ri muhim, o'g'li zo'r bo'lib yashasa xursand bo'ladi, lekin undan ham qimmatli bitta narsa bor. Ota-ona uchun vaqt ajratish kerak. Agar vaqtida ajratmasangiz, vaqt ota-onangizni ajratib qo'yadi. O'lib ketadi. Uni keyin topolmaysiz, ota-onani topolmaysiz. Aytayapman, men juda ko'p boy odamlarni, mashhur odamlarning intervyusini ham ko'rsangiz, bor butun yaqinda bitta intervyuni ko'rib qoldim.
juda boy odam bilan Jahongir Latipov degan bola intervyu qilib yuradi-yu, boy odamlar bilan. Bor Dubaydami qayerdadir qilibdi. Bor bisotimi deyapti. Onamni bir marta ko'rishga berib boraman deyapti-da. Tushunyapsiz? Kechaman deyapti. Kecha. Tushunyapsiz? Sizni pulingiz, mashinangiz, uyingiz u qo'shimcha otangiz xursand bo'ladi. Siz o'g'li zo'r bo'lib yashab yursa. Lekin ota-onaga shu boy bo'lsangiz, vaqt ajrata olmasangiz, bu dunyodagi eng bir dahshatli narsa-da. Bular o'tib ketgandan keyin men hamma narsani his qilaman. Mana yonimda Bahodir dadasi o'tib ketgan. Dadasi yosh bo'lgan. Men tanish, biz o'g'lidek bo'lganmiz. Hayron qolganman-da. Bu narsani odam o'zidan o'tkazmay, u kech bo'ladi-da. Shuni borida imkon qadar mana bizni Farg'onadan Toshkentga ko'chib ketmasligimning ham sababi ham eng katta sababi shu. Men ko'p joyda aytaman, birinchidan meni ayolim ham unamaydi. Yo'q deydi. Mayli, bemalol o'zingiz ishlaringizni qilib, kelib ketib yuravering. Yo'q deydi. Chunki hamma dadamni, onamni, sinfdoshlari, tanishlari, qo'ni-qo'shnilar hamma shattada. Men bu yilgi konsertimda dadamga, onam bilan dadamga mashina, uy Toshkentda. Chilonzorda uy, 3 xonali, 2-etaj kvartira. O'zim 10-etajda turaman. 20 ta davlatga putyovka podarka qildim. Erik Haydar bo'lib. Qoyil, yashang. 3 kun yashashdi. Bo'ldi, ko'chib keldik deb borishdi-da. Tushunasizmi? Ko'chib keldik. Bo'ldi, hamma sharoit kirib, prosta yashaysiz xolos uyda. Hech narsa ortiqcha narsa kerak emas. 3 kunda bo'ldi, tashab keldim. Dadam va uyingga ham. Demoqchi bo'lganim, ota-onangizni ham andaqalari bor-da. Men so'rayman, hech kim kamdan kam odam so'raydi bu narsani. Ota-onaning orzularini so'rash kerak-da. Dadangizga o'g'il bola, onangizni qizli payti, dadangizga turmushga chiqishdan oldin mana ko'chada dugonalar bilan yurib, o'qib yurgan payti mana orzusi bo'ladi-da. Boy onani qizni orzusi bo'ladi-da. Lekin erga tegandan keyin farzandi uchun, biz uchun, siz uchun u kechadi-da orzularni. Balkim qayerdan bilasiz, mana onamdan so'raganman, qanaqa orzungiz bor? Bir qizligingizdagi orzungiz nima desam, dengizda aytgan. Dengiz bilan okeanni ko'rish degan. Olib borganman-da. So'rayman haligacha. Hali ham mana kecha ham rosa 11 gacha video ham qo'ydim, aylanib yurdik. So'rayman, nima qilishni xohlaysiz? Nimani xohlaysiz? Aytdi o'zi. Oilaviy yana umraga borishni xohlayman, shu ko'nglim kelyapti. Bo'ldi, xudo xolasa yana marta ketamiz. Xudo xolasa ilohim boringlar va siz endi qarangda, yana bitta gap, sizni shuncha qiynalib katta qildi. Men bilaman, endi tushunyapman-da, dadam holati, onam holati, endi voy deyapman-da. Ana yangi tufli olib bermasa, ataylab tuflimni yirtardim-da yoshligimda. Işte olib bersin, majbur bo'lsa olib berishga. Ana yaxshi tufling desa, yirtib tashardim-da ataylab. Yirtilib ketdi desam, kechib qolib, endi tushunyapman-da nimaga unaqa qilishganini-da. Tushunyapsizmi? Qarang-da, siz shuncha qiynalib katta qildi-da, siz boshqa yoqqa ketdingiz. Toshkentda aytmaydi, umuman qatga bo'lsa ham-da, masalan 2 yilgami, 3 yilgami yoki butunlik maqsad aytayapman, siz dunyoni sotib olmaysizmi? Ota-onangiz oldida bo'lmasangiz, tatimaydi. Xursand bo'lishim, telefonda gaplashsangiz, aniq yaxshiman, zo'r, o'zing yaxshimisan, bu deb qoladi-da. Lekin kelib, yonida billa yurib, billa ovqatlanib, billa ko'chada o'tirib, gaplashib o'tirganingizga almashib yuboradi ota-onangiz sizni anaqa bor boyligingizni. Hozir bir narsa esimga tushib qoldi-da. O'tgan yilgi konsertingizda va bu yilgidami Otabek akam bilan to'yga borgan haqida gapirib bergandingiz-ku. Oxirida uka bildingiz zo'r ekansiz, Otabekga aytgan. Otabekga xafa bo'lgan mana shuni. Otabek akam haqidagisini aytmayman. O'zi endi boshqa haqingizda ham bor bu programmada desam, yo'q dedi, o'shda eshitamiz dedi. Bu yilgisi degani eshitsangiz, u hech narsa bo'lmay qoladi. Yo'q. Buni oldida eshitmaman. Yilgisida ustozlarimiz endi joylari jannatda bo'lsin, Mamaslar Keshrayev, Hotamjon Hakimjonov, Otabek akam haqida bo'lgan voqeani 25 minut gapirib berganman. Maza qilishgan. Konsertni oxiriga qo'yganman o'sha
ana sahnani, Ha. gapni, voqeani U endi chiqadi u. endi chiqardi. Otabek akam ham maza qilib yuborgan. Ey deb. O'zlarini eshitgan voqeani aytib bergan. Yo to'qilganmi? Yo'q, uni bo'rttirganman. Uni Salpat. Xotam akamdan eshitganman. Ha. Ustozimizdan. Uni keyin ichiga rosa narsalar tiqqanman, o'sha rosa tushgan. Zo'r voqealar bo'ladi. Otabek akam bilan birinchi to'yga chiqqanim, birinchi to'y. Birinchi Ha. marta ikkinchi Otabek akam sostavdan keyin kirib keladi. Shu qana bo'lar ekan deyapman-da, menga hozir yoqmay qolsam, qani birinchi marta Otabek akam bilan to'yga chiqishim, Davr saroy. Turibmiz. Bo'ldi. Nima, shuni kayfiyat yo'q ekan shekilli. Menga navbat bermaydi. To'yni ochib, sразу o'sha so'zga beradiganingiz gapirib olsin, keyin aytib ketaveramiz, meni e'lon qilmaydi dedi, o'tib ketdi. Men birinchi marta jonli Gaplashyapsiz. Undan oldin ham gaplashganman, uni xizmat yuzasidan. U endi o'zimcha chiqib olib, assalomu alaykum xonimlar va janoblar, olqishlaringiz bo'lsin. Bugun ajoyib kelin-kuyovlarimiz e'tiborlaringiz markazida qarsaylar bo'lsin. Qarshi cho'ganlar uyda svet o'chmasin, qo'lidan do'l uchmasin, qarshi cho'ganlar unaqa bo'lsin. Bitta guldiroz qarsasan, orqadan kalongani Elmurod dedi Otabek. Shunga qarasam, bu uka to'y bu. Bu konsert emas dedi. Konsertda qarshi chiqollar diyorasiz. Bu to'y, odamlar sizga qarshi cho'gani kelmagan yoki siz bilan bir gaplashgani kelmagan. Bular ovqatlanib, maza qilib, qo'shiq eshitib, o'yin kulgi qilgani kelgan. Hozir kimnidir qo'lida qoshiq, kimnidir qo'lida non turibdi. U qo'yib uni qarshi shunaqa gapiring, odamlar o'zi qarshi cho'vorsin. Deganda men kuldirish uchun aytmaganman, tabiiy chiqib ketib qolganda, ustoz to'ppa-to'g'ri aytdi, bitta chiroyli qarsilar bo'lsin. Duorganda keladi. Voy! Otabek ham hazil qildi. Zo'r ekan, so'zamon yigit ekan deb mikrofonda Tabiiy xijolatchilik. Men xijolatchilikda aytganman, ustoz to'g'ri aytyapti. Bitta chiroyli qarshilar bo'lsin. Desam, butun to'g'rini kulib, o'zi ham maza qilib yuborgan. Bo'ldi, bugundan biz bilansiz degan. Yarim minutlik voqeani ichidan keyin o'zi anaqaga chiqqanman-da, men eksperimentga. Shu bo'yi keyin qolib ketgansiz. Chiqadi, ko'ramiz, keyin sostav o'tirib, majlis qilib, ovoz berish yo'li orqali olib qolish kerak bo'lgan. Otabek ham bo'ldi biz bilan bo'ladi degan. Qarang, omadda bu ham endi. Endi Elmurodjon, yana bir savol bor. Mana ko'p joyda intervyu bergansiz. Umuman sizga doim kutasiz, lekin berilmagan savollar bormi? Hech o'ylab ko'rganmisiz? Yo'q, anaqa narsalar unaqa menga. Shu savolni berganda men shunaqa javob berardim. Aytyapman, hech qatga nimani o'ylab bormayman. Men u savolni bersa-yu ham demayman. Bor gapim o'zim gapirib olaveraman. Gapirgim kelgan nima bo'lsa, mana negativ deyinda. Negativlar deganingizga bitta narsa, masalan, mana bitta ham borda, negativ bo'lish oson emas. Negativni olma. Mana kommentingizga kirib, o'zidan o'zi sizni so'kib tashlab, tanqid qilib tashlash uchun shunaqa odam bo'lish oson emas. Uning uchun sizni farosatingiz bo'lmasligi kerak. Bir hayotda bir o'rni yo'q, odam bo'lishingiz kerak. Tushunmaydigan. Mana ashnaqa hislatlaringiz bo'lsa, sizdan zo'r negativ chiqishi mumkin. Masalan, mendan sizdan chiqmasligi aniq. Chunki biz tarbiya topganmiz, kitob o'qiymiz, o'qishlarda o'qiganmiz-da. Uni siz xohlasangiz ham negativ bo'la olmaysiz-da. Kimdir o'zingizdan o'zingiz so'kib tashlaysiz. O'zingizdan o'zingiz so'kib tashlash uchun aytib, 3 ta punktlari bor. Birinchi navbatda farosatingiz o'lik tug'ilgan bo'lishi kerak. Yoki poyz urib ketgan bo'lishi kerak. Negativlar bor, o'zidan o'zi so'kib ketadigan negativlar bor, o'zidan o'zi so'kib ketadigan. Kecha bittasi menga yozyapti, yoshing ham bir 40 ga qarab ketyapti. Katta bo'lding. Seriozniroq videolar olsang bo'lmaydimi deyapti. Tushunyapsizmi? Siz pojarnichini to'xtatib, aka non yopib bering deya olmaysiz. Bu pojarnichi 70 ga 80 ga kirganda ham o'sha ishini qilaveradi. Doktorligi bizi vazifamiz qiziqchilik. Mana hozir manaqa qilib, men Erik Haydar bo'lib, misol uchun nimadir qilaman, buni 100 ga kirganda ham Xudo umr bergancha qilaveradi. Bu vazifa, kasb shunaqa, tushunyapsizmi? Jiddiy video ko'rgingizsa, jiddiy videolar qiladigan odamni ko'rishing kerak. Endi shunga aqli yetmayaptimi? O'sha bu bunaqa narsa.
mana shunaqa fikrlayaptimi? Demak, bu yerda mana qushlarda turi bor. Unga pingvin kiradi. Qush turida pingvin qanoti bor, lekin uchalmaydi. Ularda ham xuddi shunaqa. Miya bor, ishlamaydi. Tushunasizmi? Bu oddiy holat o'sha. Pingvinga o'xshagan holat. Bularni to'g'ri qabul qilish kerak. Bularga e'tibor bermaslik kerak. Lekin men doim e'tibor beraman. Chunki uyda xotinidan, ishxonada boshlig'idan, katta uyga borsa dadasidan, ko'chatsa akasidan, o'rtoqlari ham bir tiyinga olmaydigan bolalar bo'ladi aslida. Ha, o'sha negativ yozadigan. Mendan so'p kishi eshitadi. Tushunasizmi? Hayotda shu joyni alohida kesib berasizlar. Operatorlar qo'yamiz buni. tepib turtilib, qiyinchilik bilan zo'r bo'lib ketdim deydi. Unaqa bo'lmaydi. Tepib turtilib, qiyinchilik bilan o'lib ketdim deydi. Tushunasizmi? O'zingiz o'ylang, sog'lom odam bo'lish kerak-da. Mana Amerikaga borsangiz, Amerikani любой videolarini ko'ring-da. Kapasini o'qing-da. Birov sizni so'kmaydi. To'g'ri. Shaxsiy hayotda buni ishi, buni o'rislar ham shunaqa. Mana komediya stand-upchi bolalar, vayner bolalarni men kommentlarga kirib o'qiyman, ko'raman. Yo'q deydi, buni ishi shu deydi. Buni vazifasi shu deydi-da. Siz o'ylang, pajarnichini oldiga kelib, nimaga o't o'chiryapsizlar deydi. Siz jinni deysiz-da. Ana shularning gazi bilan bajaringiz yetadi-da. To'g'ri. Militsiya masalan gay misol qoidani buzganga ishtirab solyapti, sizga nimaga ishtirab solyapsiz deyish uchun ham farosat bo'lmasligi kerak-da. Uni vazifasi shu-da, tushunasizmi? Matn hozir bitta ikkita borda, endi mendan unaqa uyatni so'kinib o'qimaydi-yu. Sekin-sekin tarbiyalab olamiz. Mana 1000 kishi o'tiribmiz, 1000 ta odam bilan birga tarbiyalaymiz. Orada bitta ikkita bo'ladi. Ha, endi bunaqalar ko'p. Ular o'g'il bola bo'ladi. Menda 1000 asosan erkaklar o'tiradi. O'g'il bolalarni ichiga kirganda hayajonlanib qoladigan o'g'il bolalar ham bor-da. Ular mana shunaqa turidan. Sizga endi masalan men Shukrullo domla bilan ko'proq qilaman-ku. Kursi savol javob. Shunga yozishadi kerak bo'lsa, endi o'ylab qaraysiz, bu haqiqatda bunaqa bo'lish uchun farosat bo'lmasligi kerak. Farosat bu dunyodagi eng zo'r ne'mat deb bilaman-da men. To'g'ri. Inson uchun berilgan eng zo'r hislatlardan bittasi bu farosat. Farosat emas, farosat. Hozir farosati bor odam o'zidan yosh katta kelganda turib so'rashadi. Assalomu alaykum deydi. Assalomu alaykum demaydi-da. Alaykum demaydi. Shundan farosat juda ko'p narsalarni hal qiladi. Ishga kirmoqchisizmi? Farosatingiz bo'lishi kerak. Ishni taqillatish uchun farosat kerak. Uni maktabda sizga masalan odobnomada ishni taqillatib kiringlar deb o'rgatmaydi. Tushunasizmi? Masalan, ko'cha-kuyda masalan oddiy elementarniy narsalar bor-da, buni zubachisiga ixtiro qilingan tarnag'ida tishini ko'ylaydiganlar bor-da. Tushunasizmi? Men xudo xolasa agar qani endi qo'limda bo'lganda bitta parasitologiya degan bitta fan topib, o'shani darslik sifatida qilish kerak-da. Ana o'shanda avtobusda birovni ayoliga gap otmaslik ham farosatsizlikdan-da, gap otishlik. Tushunasizmi? Ko'chada любой erkak, любой emas endi o'shalar farosatsizlar deydi. Masalan, onasi tengi odamni ham bunday orqasiga qarab qo'yadi-da. Bu tarbiyadan emas, bu farosatsizlik. Tushunyapsizmi? Farosat bu agar odamni farosat ishlasa bor, ko'p natijalarga erishasiz-da. Juda ko'p narsalarni farosat bilan yengib borsangiz bo'ladi. Farosat bo'lmasa 1000 foydalaning, 1000 harakat qiling, 1000 chiraning qayerdadir parod qilib qo'yasiz. Yana bir savol tug'ilib qoldi-da, mana hozir reklama olasizlar, gap so'z yo'q. Masalan, xizmatingizga yarasha haq ham olasiz. Bu aniq narsa. Endi qanaqadir bir yangi ochilgan tashkilot yoki bir kichkinagina sexcha bo'lsin yoki qurbi yetmagan reklama qilishga sal qo'li yuqori odam kelib iltimos qilsa, qiynalib turgan. Ha. Agar unaqa bo'lsa, qachon ularga borib o'sha tekinga qilib berishimiz mumkin? Qiynalayotgan odam. Biz qiynalayotganda bizga yordam qilgan odam bo'lsa. Chunki bizda bitta narsada mana shuni tushuntirib qo'ysam bo'laveradimi? Bemalol. Mana 3 yil oldin $500 qilayotgan reklamamni mana oradan 3 yil o'tdi. Masalan, 3,5 ming, 4 mingga qilishim mumkin. Nimaga? Chunki hozir unda bir o'zim bo'lganman. Hozir mana Bahodir bor, Umidjon bor, Elnur bor. Yana
uchta to'rtta bolalar borda, masalan, oddiy Olmos Media Zaribjon ishlaydi, misol uchun, montajyor bor alohida. Yana bitta Elnurda bitta sherigi bor, bir nimalar ko'l. Shundan 6 ta 7 ta bola borda. 6 ta 7 ta bola bor. Bular hammasi oilasi borda. Bular tekinga ishlamaydi. Bittasi ham tekinga ishlamaydi. Hammasini foizi bor. Masalan bittasini 100 ming so'mga reklama qilsam, 100 ming hammasi meniki degani emasda. Kimdir birinchi bolalarda foizini, pulini beraman, o'sha kelishilgan summani beraman. Yarimi qoladi o'zimda. Yarimidan keyin o'tiriladi. Aka, falon joyga ketamiz deydi. Ketdim, mashina olamiz, kamera olamiz. Ana hozir kirgandan aytdim, mana bu narsani o'zi 400 dollar to'laydi. Bunaqa mikrofon oldim, bir balolar oldingda, misol uchun. Ular endi ishlatamiz, yangi yildan keyin kачественный kontentga o'tamiz. Shundan so'ng hamma narsaga ketadi. Endi hozir men sizga tekinga qilib bersam, siz qilib beraveramiz, muammo yo'q. Sho'ro akamga ham qilib berish kerak-da. Keyin Azbekga qilib berish kerak. Tushunyapsizmi? Bu bitta variant. Endi ikkinchi variantni aytaman. Bitta tanish bor-da, qo'shiqchi bola. Bo'lgan voqeani aytgan, yaqin. O'zi shunaqa qo'shiqlarni 4 tasini bloklab qo'yganman. O'zimizdan. Qo'shiq qildim, shuni storiesga qo'yib bering aka, deb podeshka bo'ladi. Ha, bo'ldi. Qo'yib bergan. Bir oydan keyin yana aka yangi qo'shiq chiqardim. Podeshka qiling, bitta joyda katta bo'lgan. Bo'ldi. Tekinga. Storiesim 1200 dollar. Bir kun turadi, 1200 dollar. Men storiesda aytaveraman. 1000 dollarga ham bor. Yillik olsa arzonroq qilamiz. Shunaqada. Tekinga qo'yib berilyapti. 9 marta qo'ygan ekanman-da, tekinga o'sha bo'ladi. Keyin bir kun aka yangi qo'shiq tashladim. Shuni ham qo'yib bering deyapti. Endi oradan qanchadir o'tay. Yo'q, hozir 4 kun qo'ya olmayman, chunki 4 kun ichida reklamalarim bor. Mumkin emas. Keyin qo'yaman. Ertasi kuni qilyapti-da. Qo'yib beravering, men o'sha YouTube'ga qo'yib bo'ldim-da klipini. Yo'q, men aytayapman, qo'ymayman. 4 kundan keyin qo'yaman. Men bunga pul olib qo'yganman. Xafa, tushunyapsizmi? Pashol deydi, tiqpas. Shu yaxshilikni bilmaydi. Yaxshilikni bilgan. Men o sexni nazarda tutmayapman. Ha, yo'q, tushundik, uni tushundik. Bittasiga birinchi qilganingizda u xursand bo'ladi, duo qiladi. Keyingi qilganingizda yaxshilikni nima deydi? O'sha 3-marta sizni majbur deb o'ylaysiz. Majburiyat bo'lib qoladi-da. Tushunasizmi? Agar bizga pul bersa, bizda ham mas'uliyat paydo bo'ladi. Parosat yonadi, mas'uliyat ishlashni boshlaydi. To'xta, pul qo'ydi, jiddiyroq qaraylik. Jiddiyroq qilish kerak deymizda. Agar tanish bilishga tekinga etsa, qilib beraveramiz. U xohlasam ham chiqmaydi. Tushunyapsizmi? Xohlasangiz ham chiq. Chunki hech qanaqa motivatsiya yo'q-da. Xo'p, o'xshamay qolsa ham, bilmayman, tekin deymiz. Rahmat aytsin deymiz-da, bari ichingizda odamimiz. To'g'ri. Shunaqa narsa. Endi vaqtlarga ham omad tilaymiz. Ruxsor televideniyasi, Ruxsor radiosiga omad tilaymiz. Biz endi birinchi chiqqan joylarimiz Ruxsorda tanilganmiz. Birinchi tajriba televideniya tajriba orttirgan joyimiz. Faqat omad tilaymiz Ruxsor radiosini. Endi butun dunyo eshitsin demaymiz, o'zi shunday ham butun dunyodan eshitishyapti o'zi. Albatta. Faqat shu shov-shuvli narsalar perdachalar qilishda to'xtab iloyim. Xudo xolasa. Aziz tomoshabinlar hamda radio tinglovchilar, Alloh kayfiyati sizga yor bo'lsin hamisha yil davomida. Barcha o'ylagan orzu maqsadlaringizga erishing va tor doira eshittirishimizni hamisha kuzatib boring. Bundan ham chiroyli. Yazlar nima aloqa? Endi ustiga kurib mana onamizga qarab. Onamizga qarab. Yo'q, o'zi bunday bo'lganda. Torxona qilsalar. Dorixona. Biz o'zi aslida tor doirada doira aralashmaymiz. Yaxshida. Va azizlar, radio tinglovchilar, hurmatli aziz teletomoshabin. Dasturimizning so'ngida Shohrux Mirzo G'aniyevdan jonli qo'shiq bilan yakunlaymiz. Bizdan uzoqlashmang, bizda qoling. Muhabbat hech qachon qalbingizni tark etmasin. Ohu kabi ko'zlaringizga yosh kelmasin. Murg'akdek, men bitta narsa tushunmayman-da. Ay xotinimga, masalan, aka xotiningizga, ayollarga, qiz bolaga, masalan, sen meni bulmimsan desangiz, любой so'kadi sizni, g'ash keladi, jinnimisiz deydi. Lekin sensiz nafas ola olmayman desangiz, xursand bo'ladi. Shunday ekan, Shohrux Mirzo G'aniyevdan
ikki eshik orasida qo'shig'ini eshitamiz. Orasida. Azizlar, bizdan uzoqlashmang. Shohruh Mirzog'aniy to'lqinlarimizda 107.5 to'lqinida. Bizlar giryon, bizlar mehmon, ikki eshik orasida bahor yoz kuzlar mezbon, ikki eshik orasida. Voy, yasha Shohrux aka. Yomon chiqargan ekan. Biz ketarmiz, tog'lar qolar, so'lim so'lim bog'lar qolar, qay yurakda dog'lar qolar, ikki eshik orasida, ikki eshik orasida. Rahmat Shohrux aka, rahmat. Zo'r Shohrux aka. Endi Nima deysiz? Shohrux aka hozir mana ikki eshik orasida eshitdik. Endi Elmurodni bolalik qo'shig'ini eshitdik sizdan. Zo'r ketadi. Zo'r ketsa kerak. Man gap bo'lishim kerak. Otabek akam Ijro qilgan. ijro qilgandek, haqiqatda, lekin haligi qirralarni Elmurod men ko'p eshitganman, olgan, lekin manera berishda ancha-muncha odam o'xshataman degani ham o'xshatolmaydi, lekin Elmurodni o'xshatadi borib. O'xshataman deydigan odam o'xshatolmaydi, lekin omad sizda tabiiy Sizda chiqadi. men aka bitta gap aytaymi? Hali qo'shig'ida aytgansizda bitta to'yda yosh bola edik. Shohruxxonning qo'shig'i bor edi. Romeo Julieta degan. Bitta to'yda jivoy aytgansizda. Qo'shiqlarim havolandi. Siz aytdingiz Ha, bir marta o'sha qog'ozga qarab aytgan edim shunda. Kayf qilganmiz aka. Seriyozda aytib. Ochilmagan qirralari ko'p Shohrux aka. Yirtib tashlagan. Faqat yashirib yuraveradi, nima ishxonada ham o'tib aka bir yodi kelib qolsa lekin qiladi. Shunaqa yashirin talantlar bor, uni eshitsangiz, yashirincha Qolsin deydi. Lekin sizdagi unaqa emas aka. Rahmat, Chiqish kerak, solish kerak. Albatta. Aziz teletomoshabinlar, radio tinglovchilar. Gapirdim yaqinda Ruxshonaga. Ana. Umringiz uzun bo'lsin. Akfada yurgan paytlaringiz. Biz konsert chiqdi-da Ruxshon. Xayrlashyapsan malimmi? Kamerasini batareykasi o'tirib qoladi-da hozir. Yo, o'chirib qo'y. O'chirgan. Radioda ketaversa. Men so'kishyapti. Yo, so'kishmaydi, faqat men sizni qo'shig'ingizni qo'ymoqchi edim. Xolos, men shuning uchun bir vaqt anaqa bo'lib qolmasin deb shoshilyapman xolos. Azizlar, to'lqinlarimiz nazar Salomat bo'linglar azizlar. Bo'linglar.